Yaxshimisiz doktor? Ayolimning tekshirish natijasi chiqqanmidi? Chiqdi. Chiqqan 3 ta yo'q qoldi. Vrach doktorning mayma xatlarini o'qib olmay sal vaqt ketib qoldi. Yang'zingiz qurut doktor. Ahvol qandoq? Menda xush xabardan 2si bor. Rahmat doktor. Shum xabardan 15 bor. Qaysini anglaysizlar? Xush xabar nima bo'ldi? Xush xabar shuki, ayolingiz 200 ko'y to'ylab tekshirib, 9 xil kasalni topdi. Sat paydo bo'ldi-da. Doktor, bu xabar toza qichqayaga bo'lmayotdi-ku. Merda yana bir xush xabar bor. Biz quloq bo'limidagi pangjurin, ko'z bo'limidagi shajurin, yurak bo'limidagi tingjurin, tug'ut bo'limidagi televoldi jurin, sudik bo'limidagi to'xtasin jurin, teri bo'limidagi hol jurin, maqad uchay bo'limidagi lajurin bilan qattiq muzokara qilish orqali oxir ayolingizning ismi bilan 3 yangi bayqalgan kasalga badoq. Ayolingiz menga tibbiy tarixiga yozildi. Xotin, sen bizning o'yinning faxri. Lekin bir yerlar bir qandaqqa. Sizningcha men yana qanchalik umr ko'raman? Mana bu dal 12-shum xabar. Farzim xato bo'lmasa, yana 8 kunlik umringiz qoldi. 13-shum xabar chamsa. Ma diagnoz menga bir hafta burun qo'limga tegibdi-ku. Doktor, ems faqat amal qilmadimi? Amalga ba, sizni operatsiya qilaylikmi deymiz. Hajab yaxshi. Doktor, xotinimni bir qutqizib oling-la. Lekin operatsiya uchun doktorxonada faqat bir narkoz qapti. Ems qanday qilamiz? Butun badanga yetmamda. Bunaqa amal bor. Putingiz qilib uzoq bo'ldi. Nimishqa? Bunday qilganda siz ishga qachon boysizda? 抖音